Qur'an ve 21. Esir. Aptori Memetimin Hezret. 10. İslam ve Uyghur Yengi Maaripi. Biz yuqorqi bablarda Qur'anning tunji əmrinin o'qish ekanligini ko'p qatim ta'kidlab o'tdik. Hezret Ali manga bir harf o'gitib qo'yg'uchining 40 yil quli bo'lishga roziman. Bilimdan ortiq boyliq, nodonlikdan ortiq yo'qsullik yo'qdir degan edi. Afsuski, musulmon dunyosi Allah'ның bu ta'limotiga ahamiyat bermedi. Musulmonlar 14-asrda boshlangan tijorat inqilobini, 16-asrda boshlangan bilim inqilobini, 18-asrda boshlangan sanoat inqilobini qochirdi va yoki bu inqiloblarni kofirlarning ishi deb qarag'achqa bu taraqqiyotlarning o'z yurtlariga kelishiga to'salg'ulik qildi. Ma'rifatparvar Uyg'ur tijoratchi Bahoviddin Musabayning 1912 yili İstanbulda Osmanlı davlati ichki ishlar ministri Talat Pasha bilan ko'rishib, Sharq Turkistonda jiddiy usul yangi ma'rif maktablari echish uchun o'qituvchi talab qilgan bo'lib, o'qituvchilarning va maktablarning barliq chiqimlarini o'z ustiga oladiganligini o'ttirib qo'ygan. Talat Pasha 1913 yili yosh fidoyi o'qituvchi Ahmad Kamolni Sharq Turkistonga avatgan. Ahmad Kamol o zamanki Qashqarning o'qitish ahvolini mundaq bayon qilgan. Qashqar shahrida 114 mahalla, 108 masjid bor ekan. Qashqar shahrida tonilgan mashhur 15 madras bor ekan. Bu madraslarning har birisida 200 dan ko'p talib, ya'ni o'quvchi o'qitiladi ekan. Bugun Yevropada boshlang'uchdan universitetlargacha 15 yilda ikmali tahsil, ya'ni o'qib bilim olish tamomlanib, jamiyatga chiqish mumkin. Biroq Qashqar madrasalarida 20 yil jaynaklarni surtib o'ltirgan o'g'il bolalarning texicha ismini yozishni o'rganolmaganligini afsuslanish ichida angladim va o'z ko'zim bilan ko'rdim. Habibzoda Ahmad Kamol Chin Turkiston xotirlari 46-47 batlar turkcha. Ahmad Kamol Otishda 10 necha maktab ochdi. Abduqodir Damollamning taklifi bilan Qashqar shahrida maktab ochishga harakat qilishi bilan beshiga qandoq kulfatlarning kelganligini ixcham qilib mundoq anglitdi. 1916 yil 9-oyning 28 kuni Turkistonga kelib 4 qurbon hayitini o'tkazgan bo'ldim. Afsuski, bu 4 qurbon hayitining hammasini turmada o'tkazdim. Qashqardagi qurbon hayitlarimni turmada o'tkazishimga Qashqarliq Umarboy va Salim mollamlarning hukumat va Rus konsuliga mening ustimdan chiqimchilik qilib turganligi edi. Habibzoda Ahmad Kamol Chin Turkiston xotirlari turkcha 463 bat. G'arb dunyosi sanoat inqilobini tamomlab bo'lgandan keyinki u davrda yurtimizda ilm ma'rifat dushmanligining naqadar kuchli ekanligi to'g'risida Ahmad Kamol va Memetimin bug'rolarning aslimalarida yuraklarni laxta qon qiladigan bayonlar bor. Ahmad Kamol sinflarda İstanbuldan əkelgən dünya xəritəsini tamğı esib, balalarga dərs ötsə, Qashqarning o zamandakı ən məşhur damullisi bolğan Salim molla qatarlıqlar Türkiyəlik Ahmad Kamol balalarımızı yoldan çıxardı. Sınıflarga rəsm esib, balalarni kafirlik yoluga başladı.
Ahmad Kamalga balasını bergüçiler özü kapır, xotini talaq degan fatvalarni chiqargan. Bütün dünyada ma'rifat yalqini jaholatning jandallarini ko'ydirib tashlavatgan u davrda vatanimizda quturab turgan jaholat, nadonlik, bilim, ma'rifatni Allah'ның o'qig'in degan ta'limotini bo'g'ib, yo'q qilib o'tish bilan avara edi. Uyg'ur millati uyg'onib, ilm ma'rifatga yuzlanganda bo'lsa, bo'yindagi sirtmoqning qanchalik chingib ketganligini his qilgan edi. Fursat bo'lsa, allapurun qechib ketgan edi. Bugun Saudiya Arabistonni o'z ichiga olgan barliq musulmon davlatlari yangi ma'rif tuzumini yo'liga qo'ymoqda. Biroq yangi ma'rif tuzumi bilim va ma'rifning yo'lini nurliq mayoqqa o'xshash yo'rtgan islomni texmi yaxshi o'rganish imkoniyatlarini yaratgan bo'lsa-mu, biz Uyg'urlardagi yangi ma'rif davri dal buning aksichi tarafga qarab yuzlangan. Uyg'urlarning yangi ma'rifga yuzlanish davri milliy uyg'onishning boshlanish davridir. Uyg'urlardagi milliy uyg'onish fanni ma'rifning yurtimizga kirishi va umumlashish bilan boshlandi va ummatchilik ko'zqarashining ojizlashishiga ergishib, millatchilik ko'zqarashi umumlashishga boshladi. Yurtimizda zamonaviy ma'rif deb atalgan fanni maktablar 1930-1940 yillarda, ya'ni Shingsay davrida umumlashishga boshladi. Fanni maktablar uchun o'qituvchi tarbiyalaguchilar Sovet ittifoqida markizm tarbiyasi ostida yetishgan Uyg'ur, O'zbek, qozoqlar edi. Darslik kitoblarning hammasi Sovetdan keladi. Yangi ma'rif fan bilimiga tashna Uyg'ur yosh o'smirlarni magnitdek jalb qildi. Bahovattin Musobayning Istanbulda Osmanlı davlatiga qilgan rasmiy talabnomasiga asosan Turkiyadan otishga avatilgan turk ma'rifchi Ahmad Kamalning 1913-yili otishga kelib ochgan fanni maktabni yangi ma'rifning boshlanish tarixi deb hisoblasak, yurtimizda fanni ma'rifning boshlanganiga 100 yildan oshdi. Bu 100 yil vaqt ichida millionlagan Uyg'ur savodini chiqardi. 100 minglagan ziyoli yetishdi. Shingsay va uningdan keyingi otizm ideologiyasi yetakchilik qilgan ma'rif tuzumlari Uyg'ur yoshlarining fanga bo'lgan muhabbatidan foydalanib, dindan ayrilgan, hatto dinga nafrat qiladigan zo'r bir turkum Uyg'ur ziyolilarini yetishtirdi. Shuning bilan dindor xalqning dinsiz ziyolilari maydonga keldi. Bo'libmi, adabiyot san'at, tashviqot sohasida islomni xunuklashtirib ko'rsatish, nadonlikning, qaloqlikning, baxtsizlikning manbasini islom qilib ko'rsatish jihatda hokimiyatlar Uyg'ur shoir yozuvchilarning qalamini kiralab ishlatishda unumlik natijalarga erishgan bo'lsa-mu, dinimizga qarshi elib berilgan bu bitmas tugumas hujumlar xalqimizning qalbida ig'ir jarohatlarni paydo qildi. Bu 100 yillik tarixiy jarayon Uyg'ur xalqining yurtimizda din ko'rsatilgan xurofotlik to'ni ichiga yo'shirinib olgan jaholat qorong'uligidan chiqib, dunyoning zamonaviy yuzini ko'rish, tonish jarayoni bo'ldi. Milliy uyg'onish davri ayni zamonda islomdan uzoqlashish davri bo'ldi. 1920-1930 yillardagi O'rta Osiyo sotsialistik adabiyotning din dushmanligi ustiga qurilgan ijodiyat iqimi Uyg'ur adabiy ijodiyat va axborotchiligiga ulgulik rol o'ynadi. Uyg'ur yoshlarining eng yoqtirib o'qiydigan romanlari O'tgan kunlar, Mehrobdan chayon edi. Mehrob payg'ambarimiz
tunji masjidni yasaganda o'zining imomlik qilishi uchun maxsus yasatgan munbardir. Mihrab, masjid, jamilarning imomlari jamoatga Qur'an tabliq qiladigan, namozda imomlik qilguvchiga maxsus hozirlangan yerning ismi. Mihrab iymon, ilm, ma'rifatning simvolidir. Mihrabdan payg'ambar chiqdi, olimlar chiqdi, qahramonlar chiqdi, sulton Sidoq, Bug'roxon, Mahmud Qashqari, Yusuf Xas Hojib, Memetimin Bug'ro, Sobit Domollam, Alixon To'ramlarmi mihrabdan chiqqan. Afsuski, musulmon Uyg'ur xalqining kelajak yukini zimmasiga olg'uchi Uyg'ur yoshlari mihrabdan chayon chiqadiganligiga ishontirilib tarbiyalandi. Xristian g'arb dunyosining Zoro ismli bir puchak qahramoni bor. Balki Zoro degan kinoni ko'rmagan Uyg'ur yo'q. Zoro xristian cherkovlarining haqqoniyat simvoli. Zoroning orqa terki cherkov. Demak, cherkovlardan adolatsizlikka qarshi kurash qiladigan Zorolar chiqdi. Jungodimi mashhur Xoyanja obrazi bor. Xoyanja kinosini, chatma filmlarini ko'rmagan Uyg'urlar yo'q bo'lishi mumkin. Xoyanja butxonadan chiqqan qahramon. Xitoylarning adolatsizlikka qarshi kurash qiladigan qahramonlari partiya maktabidan emas, butxonlardan chiqdi. G'arbliklarmi, sharqliklarmi bədii obrazlarını madaniyat simvoli bo'lgan diniy ibodatxonalardan izlaydi va topadi. Bizning mihrabdan chayon chiqarishimiz madaniyatimizni tamoman yo'q qilishni maqsad qilish emasmi? Abduqodir Domollam, Abduxoliq Uyg'ur, Sobit Domollam, Məhmətimin Bug'ro, Alixon To'ra, Nimshid armiya Domolla mihrabdan chiqmadimi? Siz yurtimizning har bir g'irish tuproqini olqiningizga elib, sinchilab qaraydigan bo'lsangiz, u tuproqlarga aralashib ketgan shehidlarning oqirib talqonga aylanib ketgan so'ngaklarini ko'ra olasiz. Ularning hammasi qalbi iymon bilan to'lgan bizning ota-bobolarimiz edi. Yıldızsız daraxt, dinsiz madaniyat yo'qdir. Dinni rad qilgan millatlarmi aslida bir din yaratgan madaniyatning ichida yashaydi. Yurtimizda 1949 dan 1978 yillari orasidagi adabiyot san'at asarlarida salbiy obrazlarni tasvirlashda salla, yaktak, soqoldan voz kechmadik. Soqol, salla, yaktak aslida islomning simvoli emas. Allah kiyimlarda emas, qalblarda. Ammo islomni salla, yaktak, soqoldan iborat oddiy shaklvozlikqa tushirib turib, muborak dinimizni hajviylashtirish musulmon onaning qo'rsqidan tug'ilgan insonga yarashadigan qiliq emas. Bugunmi salla, yaktak, soqol bilan kurash qilayotgan yozuvchi shoirlarimiz bor. Hatto soqol, salla, yaktakni huquqda o'sish uchun sho'ti baldoqlar qilib ishlatayotgan kishilarimiz bor. Aramizda ko'nilikqa qarshi kurash qilish bilan islomga qarshi kurash qilishning aralashtirib etilganligini hech farq qilolmay o'tayotgan ziyolilarimiz, hatto professorlarimiz bor. Gerçi Uyg'urlar keyingi 300 yillik tarixda xurofot va bid'atlar bilan ig'ir darajada bulg'angan, islom o'limolari sanalgan mutaassiblarning iskanjisi ostida yashashga majbur qolgan bo'lsa-mu, ammo islom madaniyatining doirasidan chiqib ketgani yo'q. Uyg'ur madaniyatining hozirmi shunchalik jonliq va hayotiy kuchga ega bo'la olishidagi sabab putmas tugamas energiya manbasining islom bo'lganligidandir.
Qur'anda ayni zamonning adib, faylasuf, ziyolilari hisoblangan shoirlar to'g'risida mundaq oyat bor. Shoirlarga gumrohlar agishidi. Ularning so'z va'dalarida tengirqab yurganligini ko'rmamsan? Ular qilmaydigan narsalarni qildiq deb so'zlaydi. Faqat iymon aytgan va yaxshi amallarni qilgan, Allohni ko'p zikr qilgan, zulmga uchragandan keyin o'zini qo'g'digan shoirlar buningdan mustasno. Shuara surasi 225-227 oyat. Uyg'urlar orasida so'z va'dalarda tengirqab yurib, azroq qalamaq uchun vijdonini yenchib, o'ltirib qo'ygan shoirlarimiz, yozuvchilarimiz, faylasuflarimiz va boshqa ziyolilarimiz ozmi? Hatto Qur'onda Alloh madiylagan, agar yer yuzidagi daraxtlarning hammasi qalam bo'lgan, dengiz siyo bo'lgan, uningga yana 7 dengizning siyosi qo'shilgan taqdirdimi, Allohning so'zlarini yezib tugatgili bo'lmaydi. Luqman surasi 27-oyat degan oyatni o'zgartib, siyo bo'lsa dengiz okean, qalam bo'lsa jimi o'rmon, ulug' doyi, ulug' yo'l boshchi mavjushi, ado bo'lmas sening sha'ning, yezilsa ming tuman daston degan she'rlarni biz Uyg'urlarning ichidan chiqqan shoirlar yozdi. Bu she'r o'ttirg'i chiqqan 70-yillarda xalqimiz, hatto Xanzu xalqimi tarixdagi eng qorong'u, ichinishli davrni beshidan kechirayotdi. O'z g'ururini o'zi dafsanda qilgan inson manfaat uchun boshqalarni o'rinsiz maqtagan insondir. Sen boshqalarni qanchalik ko'k ko'targan siri o'zingni shunchalik yerga urgan bo'lasan. Qur'ondagi o'z-o'ziga zulm qilg'uchilar degan so'zning ma'nosini, o'z izzat nafsini o'zi oyoq osti qilg'uchilar deb sharhlasak, xato sharhlagan bo'lmaymiz. Qur'onda zulmga uchragandan keyin o'zini qo'g'digan shoirlarni taqdirlaydi. Zulmni madiylash gunohdir. Zulmdan mudofialanish savobdir. Iymon bo'lmagan odamlardami vijdon bor. Vijdon iymonning qalblarda aks etishidir. Vijdonga xilof bo'lgan harakat dinga xilofdir. Xalqni to'g'ri yo'lga boshlaydiganlarmi, to'g'ri yo'ldan ozdirdiganlarmi ziyolilar ichidan chiqmoqda. Payg'ambar alayhissalom ayni zamonning eng dahri, eng gunohkor shoirlarini kechirim qilgan, hatto mukofotlagan. Mukofotlash orqali ularning bilimini to'g'ri yo'lda ishlatishga ilhomlantirgan edi. Payg'ambar Qur'onni tabliq qilayotgan Makka davrida Rasulullohga eng shiddatli hujum va masxir qilg'uchi mushrikning ismi Ka'ab edi. Ka'ab Makkaning, hatto Arab yerim orolining eng mashhur shoiri edi. Ka'ab Rasulullohni ko'rgan yerda she'r o'qib Rasulullohni masxir qilganda Makka mushriklari xo'sh bo'lib chavoq chelishib ketadi. Baylar pul hadiya qiladi. Abu Jahil davomliq uningga pul berib, payg'ambarimizning jamoat ichida yuzini to'kish uchun rag'batlantirib turadi. Madina davrida musulmonlar kuchlanish bilan payg'ambarimiz tarafidan ko'rgan yerda o'ldirish amri berilgan mushriklar tizimligining birinchisi Ka'ab edi. Makka fathida Ka'ab Toyibga qochdi. Toyib aholisi musulmon bo'lgandan keyin Ka'ab cho'llarda qechib yurdi. Hijriyaning 9-yili Ka'ab Madinaga maxfiy kelib, bir kuni bomdod namozidan keyin payg'ambarning oyog'iga yiqilib kechirim so'radi
va iymon aytib musulmon bo'ldi. Rasululloh Ka'bni kechirdi. Ka'b o'rnidan turib Rasulullohni madilab, Rasululloh har shayni yoritgan nurdur. Zulmatni pachaqlaydigan Allohning qilchidir degan mazmunda she'r o'qidi. Rasululloh kulimsirdi va ustidagi yaktakni chiqarib Ka'bga hadiya qildi. Ka'bning miraschilari tarafidan podsho Muaviyaga 200 ming dirhamga 60 kilo kumushga teng setib etilgan muborak yaktak Əməvilərdən Abbaslardan Osmanlığa ötüb, bugün İstanbul Topkapı Muzeyining muqaddas amanatlar g'aznisining Xirkiya Saadat, ya'ni Saadat yaktiki bo'limida muhofazat qilinmoqda va sayohatchilarning ziyoratiga sunilmoqda. Allah'ның payg'ambari Ka'bga o'xshash islomning eng ashaddiy dushmanini kechirdi. Uni hadiya bilan mukofotladi. Shuning bilan Ka'b va Ka'bga o'xshash ayni zamonning nurg'un ziyolilari to'g'ri yo'lga o'tdi va to'g'ri yo'l uchun xizmat qildi. Uyg'ur ziyolilari ichida shoir, yozuvchilar ko'p. Dünya edebiyatı bilan raqobat qila oladigan saviyadagi she'r, hikoya, romanlar o'ttirg'i chiqmoqda. Ammo yozuvchilarning va e'lon qilinayotgan romanlarning soniga qaraganda sifat yanada to'van. Uyg'urlar orasida shoir, yozuvchilarning ko'pligidan, tabiiy fan olimlarining ozligidan shikoyat qilayotganlar bor. Tabiiy fan olimlarimiz haqiqatan bak oz. Ammo shoir, yozuvchilarimizmi ko'p emas. Mehrobdan chayon chiqarg'uchi shoir, yozuvchilar oramizdan yo'qolsalar, bu bizga yetadi. İspaniya yozuvchisi Cervantesning Don Quixot romani e'lon qilingan 1605-yildan Qiyim turdining Qizil tog' boturlari e'lon qilingan, agar roman deyilsa, 1974-yilgacha oraliqida 370 yillik musofa bor. Ziyo Samidining Mayimxon romanini tunji Uyg'ur romani deb hisoblasaqmi, oralla 10 yillik vaqt qisqaraydi. Demak, Uyg'ur romanchiligining qadimiy g'arb romanchilik tarixidan 360 yil keyin boshlangan. Don Quixot 370 yildan beri dunyo romanchiligining bayroqdorligini hech kimga tortqizib qo'ymay kelmoqda. Yana 370 yil keyingi bu roman badiiy mahorat va badiiy obraz yaratish jihatda hayotiy kuchini saqlab kelyotdi. Ammo Qizil tog' boturlari tug'ilishda o'lik tug'ilgan edi. U romanni roman deyishdan ko'ra islomga va mehrobga haqorat qilishda razil, saviyasiz bir tashviqot materiali deyish muvofiqdir. Biz Uyg'urlar tabiiy fan bir yoqda tursin, ijtimoiy fandimi intayin orqada. Aqlimiz, talantimiz isrof qilgudek darajada eshib-teshib turgan yo'q. Allah aqlni, bilimni to'g'ri ishlatganlarni xayrli kunlarga erishtirdi. Qur'onning 68-oyatining ismi qalamdir. Qalam surasi qalam bilan va ular yozgan narsalar bilan qasamki jumlasi bilan boshlandi. Allohning qetida qalam. Qalam bilan yozilgan narsalar muborakdir. Qalamning ulug' bo'lishidagi sabab qalam Qur'onni yozib qoldirishda, insonlarni yorug'likka chiqarishda mash'allik rol o'ynaganligidandir. Bugun ba'zi qalamlar mash'al, ba'zi qalamlar mash'alni o'chiradigan judun bo'lmoqda.
Allah'ның arzusu bilan musulmonlarning arzusi birdir. Qalam tutgan qo'l pokiz bo'lishi, qalamga qo'mondonlik qilg'uchi mingida tarixiy mas'uliyat bo'lishi lozim. Allah'ның bandalari ichida Allah'dan faqat olimlarla qo'rqidi. Fatir surasi 28-oyat. Allah olimlarni so'ydi. Nemishga? Chunki ularda tafakkur qiladigan mengi bo'lganligi uchun. To'g'ri xatoni farqlantira oladigan tafakkur qobiliyati bo'lgani uchun. Boshqalar butxonlardan, cherkovlardan qahramon chiqirdi-yu, biz nemishga mihrobdan chayon chiqarishimiz kerak? O'zimiz yaratgan yılan orqali o'zimizni chaqtirib o'ltirish uchunmi? Mihrab imonning, vijdonning, axloqning, erkinlikning, qahramonlikning simvolidir. O'lmas asarlar o'lmas madaniyatdan oziq oladi. Qutatqu bilik, divani lug'ati turk nima uchun bugungacha yashab kelmoqda? Chunki Yusuf Xas Hojib, Mahmud Qashqariylar o'z xalqi e'tiqod qilgan ulug' islom madaniyatidan oziq olgan edi. Davomi bor.